Toshkent viloyatida Ichki ishlar boshqarmasi xodimi mashinasida urib yuborgan fuqaroni kanalga tashlab yubordi. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Yodingizda bo'lsa, 2025-yilning 11-dekabr kuni Buka-Bekobod avtomobil yo'lida Ichki ishlar boshqarmasi xodimi boshqaruvidagi Nexia 43 yoshli fuqaroni urib yuborgan edi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, xodim voqeani yashirish uchun xotiniga qo'ng'iroq qilib, Matiz'ida u aytgan joyga yetib kelishini tayinlagan. So'ng yo'l transport hodisasida jarohat olgan fuqaroni o'zining Nexia'sidan Matiz'ga olib o'tgan. Uni voqea joyidan taxminan 35-40 km uzoqlikdagi Do'stlik kanaliga olib borib oqizib yuborgan. Marhumning jasadi 27 kundan beri topilmayapti. Daryo jurnalisti 7-yanvar kuni voqea joyiga borib, eksklyuziv reportaj tayyorladi. Marhumning yaqinlari bilan suhbatlashib, qidiruv ishlari tafsilotini o'rgandi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi aybi bilan sodir etilgan yo'l transport hodisasiga qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobil haydovchisi guvoh bo'lib qolgan. U fuqaroni urib yuborgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimiga yordam berib, jarohat olgan yo'lovchini xodimning Nexia 3 avtomobiliga o'tkazishga ko'maklashgan. Haydovchiga uni tezda shifoxonaga olib borishi kerakligini ta'kidlagan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi shifoxona tomonga yurib, ko'p o'tmay ortga qaytgan. Buni ko'rgan guvoh 102 ga qo'ng'iroq qilib, voqea haqida xabar bergan. Ko'p o'tmay Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari voqea joyiga kelib, 43 yoshli fuqaroning telefonini topib olgan. Yo'l transport hodisasi aybdori bo'lgan Ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa ortga qaytib, jinoyatini yashirish maqsadida turmush o'rtog'iga telefon qilib, unga Matiz'ida aytilgan manzilga yetib kelishini tayinlagan. So'ng xotini bilan birga avtomobildagi fuqaroni Matiz'ga olib o'tkazib, voqea joyidan 35-40 km masofa naridagi Do'stlik kanaliga olib borgan. Er-xotin 43 yoshli fuqaroning joni uzilmagan bo'lsa-da, uni suvga tashlab yuborgan. O'sha jasad qidirilayotganiga 27 kun bo'ldi. Marhumning yaqinlari tergovchilarning so'zlariga tayanib aytishicha, Ichki ishlar boshqarmasi xodimi bo'lgan mudhish voqeani tan olib so'zlab bergan. Er-xotin akamni kanalga tashlab yuborgan. Mashinadan tushib kanalga qarab olib borishayotgan paytda hali akamning joni uzilmagan bo'lgan. Buni kanal yoqasidagi qon izlaridan ham bilish mumkin. Oddiy tovuqni so'ysangiz ham o'lgandan keyin chiqmaydi. 100% ishonchim borki, kanalga tashlagunga qadar akam tirik bo'lgan, joni uzilmagan, deydi voqea haqida Daryo jurnalistiga so'zlab bergan marhumning ukasi Behzod Umatqulov. Marhumning yaqinlari aytishicha, jasadni qidirish ishlari 27 kundan beri davom etmoqda. Qayd etilishicha, qidiruv ishlari kanalning jasad tashlab yuborilgan joyidan Sirdaryo daryosigacha bo'lgan qismida amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi xodimining xotini voqea haqida so'zlab berganda, turmush o'rtog'i Nexia'dan Matiz'ga nima olib o'tganini bilmasligini aytgan. Marhumning otasi Baxtiyor Ahmedov esa bunga ishonmasligini ta'kidlamoqda. Qo'shimcha qilinishicha, Ichki ishlar boshqarmasi xodimiga yordam berib, o'g'lini suvga tashlab yuborgan ayol farzandlarini olib ayni kunda Bekobod tumanidan Oqqo'rg'on tumaniga ketgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati Daryoning voqea yuzasidan so'roviga javob bergan ekan. Fuqaro jasadini qidirib topish bo'yicha Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga Bekobod shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan murojaat kelib tushganini bildirdi. Ma'lumot o'rnida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashropov 2025-yil Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan 87 ta jinoyat sodir etilgani, mazkur jinoyatlarning 75% vazirlik tashabbusi bilan aniqlangani va ularga chora ko'rish uchun prokuraturaga hujjat yuborilganini ma'lum qilgan. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.